Bu jangpor emas, uning laqabi Chanko. Jangpor emas. Ikki karra Muay Thai jahon chempioni yaqinda Dana White kandidatsiyada jang qilib, UFC bilan kontrakt oldi va UFC oktagoniga hali qadam qo'ymasdan turib, qandaydir tarzda super yulduzga aylandi. Lekin eng qiziq joyi shundaki, u Muay Thai natijalari bilan mashhur bo'lib ketgani yo'q. U birgina Islom Maxachevning videosi sabab mashhur bo'ldi. O'sha videoda Islom uni laqabi Chanko deb tanishtiradi, lekin bu aynan Jahonpor deb eshitilgan. Internet esa buni darrov memga aylantirdi. Lekin aniq qilib aytaylik, u shov-shuvga arziydi. U shunchaki Jahonpor emas, u mag'lubiyatsiz yirtqich jangchi va buni amalda isbotlayapti.